chap bu yoqqa kelingizlar. Mana akalar, birinchi etaj aeroport Pulkovo bugun militsiyalar bor. Aniq. Hozir birinchi etaj, chunki akalar hozir sizlarga video olamadim chunki militsiya bor edi, olish mumkin emas hozir. Biz hozir mana birinchi etajdan kirdik. Mana shu yerdan kirdik hozir. Ha, shundan o'tingizlar. Opalarimiz qani? O'tingizlar. Shu yerdan pressumkalar piriga qo'yib o'tkazingizlar. Kelingizlar. Bugunga Sankt-Peterburgdan Urganch, Toshkentgacha reyslarimiz ko'p. Akalar, keyin Sankt-Peterburgdan Toshkentga priyomoy, keyin Dushanbega. Bugun 25-oktyabr, shanba kuni akalar reyslarimiz ko'p. Bizni kuzatishda davom eting. Chunki militsiyaga olish umuman kategoriyasi mumkin emas. Ha, shurda o'tib beringizlar. Shurda.